Assalomu alaykum azizlar. Bugungi kunda tadbirkorlikka kirayotgan va kichik tadbirkorlikni yuritayotgan, hattoki o'rta tadbirkorlikni yuritayotgan tadbirkorlar qilayotgan amalda juda ko'p takrorlanadigan xatolar haqida aytib o'tmoqchiman. Birinchidan, bu juda ko'p tadbirkorlar rejasiz, mana meni tovarim bor, arzon narx beraman, sotilib ketadi degan faqatgina shunaqa emotsiyani ustida moliyaviy rejalarsiz, strategiya tuzmasdan faoliyat boshlashi ularni ma'lum etapga yetgandan keyin tupikka, qiyinchilikka olib kirib qo'yadi. Misol uchun, deylikki, o'sha tovari bilan yaxshi kirdi, yaxshi narx bergan ekan, omadi chopib qoldi, sotilib qoldi. Endi davomini moliyalashtirish uchun yoki kerakli buyurtmalarga vaqtida yetkazib berishni tashkil qilish uchun ularga pul mablag'lari yetmay qolishi mumkin. Bu noto'g'ri reja bilan ish boshlanganlikni isboti. Ikkinchi tomoni, deylikki, ular to'g'ri omadi chopmadi, noto'g'ri narx siyosati bilan kirdi. Noto'g'ri odatda narx qo'yishdagi yanglishlar bu shuncha xarajat qilaman, mana raqobatchilarim bunaqa narxda sotyapti, men buncha qo'shsam bo'ldi, sotilib ketadi deb o'ylaydi. Unaqa emas. Odatda siz narx qo'yishni ham o'zini qonun qoidalari bor. Siz bozorga birinchi kirayotganingizda qanaqa narx qo'yiladi va u albatta arzon narx bilan kiriladi degan tushuncha mavjud emas. Siz tovaringizni qanday pozitsiyaga qo'yishingizga bog'liq. Agar sizning tovaringiz lyuks tovar bo'lib, odamlarni qandaydir bir katta qiyinchiliklariga yechim berayotgan yoki bera oladigan tovar yoki xizmat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni analogi yo'q deyiladi. Xuddi shunaqa yechimi bor raqobatchingiz yo'q tovar bo'ladigan bo'lsa, siz albatta narxni balandroq qo'yishingiz mumkin. Ammo bu yerda ham bir qoidasi borki, siz o'sha tovaringizni noyob ekanligini kontentlar orqali, reklamalar orqali mijozlarga to'g'ri yetkazib berishingiz kerak. Bu narsani qilmaslik natijasida tadbirkorlar oxir oqibat mana shunday qiymatga ega bo'lgan yaxshi tovarlarni ham sotisha olmaydi va ularning narxini tushirish ham ularga yechim bo'la olmaydi. Shuning uchun hozirgi kunda reklamaga katta ahamiyat berayotgan tadbirkorlar ham yana bir narsani bilishmaydiki, faqatgina reklama yechim bo'la olmaydi. Reklamani to'g'ri yo'lga qo'yish, to'g'ri tashkil qilish, uni to'g'ri sizni kanal, aynan sizni tovaringizni sotib oladigan kanallar orqali reklamani targ'ib qilish bu katta ahamiyatga ega. Shuning uchun reklamani to'g'ri tashkil qila olmayotgan tadbirkorlarni reklamadan ko'ngli sovib, mana shuncha xarajat qilib qo'ydim, endi reklamadan foydalanmayman yoki marketingdan yoki SMM xizmati ham mana foyda bermadi degan tushunchaga borib qolishadi. Aslida bularning barchasi to'g'ri shaklda yo'lga qo'yilganda barchasi juda katta foyda beradigan instrumentlar hisoblanadi. Va odatda tadbirkorni mijoz bilan aloqasi juda cheklangan. Bizda chet davlatlarda, rivojlangan davlatlarda ularda mijozlar bilan doimiy aloqalar, ularni tug'ilgan kunlari, ularni takroriy oladigan tovarlari, juda ko'p ma'lumotlar, hattoki ularning yaqinlari to'g'risidagi ma'lumotlar ham ularda bor va ular har bir ma'lumotdan effektiv foydalanishga harakat qilishadi. Bizda bo'lsa tadbirkorlar qachon kelsa, o'zi olsa, shunda sotadi degan eski uslublarda qolib ketgan tadbirkorlar ko'p. Va yana bizda ko'pchilik tadbirkorlar yo'lga qo'yadigan xatolardan biri bu barcha etaplarda ishlarni juda ham bu mikromanejment deyiladi. Ya'ni har bir xodimni boshqarib, har bir xodimni qilyaptimi, ishini vaqtida bajaryaptimi yoki bugun aytgan ishimni tugatdimi, tugatmadimi, ya'ni to'liq nazorati bilan qamrab olishga harakat qiladida, vaqti o'sha kichik boshqaruvni amalga oshirish bilan o'tib ketib qoladi. Aslida rahbarni ishi mana vazifani berdi va natijani talab qilib olish. Natijaga erishishda qiyinchiliklar bo'lsa, unga yo'l ko'rsatish, qat'iy talab qilish, bo'shatib yuborish yoki ishini bajargungacha boshida turib turish emas rahbarni ishi. U o'sha KPI'ni to'g'ri qo'yganda, boshqaruvni, ishchilar boshqaruvini, nazoratini to'g'ri amalga oshirganda boshqa narsalarga, ya'ni strategiya uchun, masshtablashtirish uchun, kengaytirish uchun
rivojlantirish, sotuvni oshirish kabi ishlar haqida o'ylanishga vaqt qoladi. Va eng muhim qo'yilayotgan xatolardan biri bu iqtisodiy tahlil. Odatda korxonada buxgalterlar, hisobotchilar faqat hisobot topshiruvchi, soliqqa, statistikaga hisobot topshiruvchi insonlar sifatida qaralib, ular bilan juda ko'p masalalar yuzasidan gaplashilmaydi. Aslini olganda soliq tomonidan qandaydir imtiyozlarni mavjudligi, qandaydir kapitalni hosil bo'lishiga olib keladi va siz bu kapitaldan foydalangan holatda yoki qanaqadir subsidiyalardan foydalangan holatda yoki qanaqadir boshqa imtiyozlardan foydalangan holatda o'z kapitalingizni yana reinvestitsiya qilib, ya'ni biznesingizni kengaytirishga sarflashingiz mumkin. Aytib o'tilgan barcha momentlarni siz o'z biznesingizda qarab chiqishingizni tavsiya qilaman. Agar ularga sizda yechim mavjud bo'lmasa, ularni yo'lga qo'yish borasida hozirgi kunda bu raqamlarga qo'ng'iroq qilib yoki ofislarimizga kelib bizdan konsultatsiyalar olishingiz mumkin. Bugungi kunda bu narsa imtiyozli ravishda bepul amalga oshirilib, sizlarga yordam tariqasida taklif qilinadi.